mo'ljal bo'lmas afsonaviy bitta darvoza. Mana shu darvozani sizlarga bekorga ko'rsatmadim. Mana shu darvoza yonidagi bino. Mana bu tarafda kirish xodi bor, bu tarafda kirish xodi bor. Kadastr hujjatlari mana shu zelion zonasigacha kadastr hujjatlari bor. Yo'l bilan o'ralgan zonagacha sotiladi. Ichki holatni obzor qilib beramiz. Qani ketdik. Ichki holatlar remont bo'lgan, hammasi foydalanishga tayyor. Xoh buni tadbirkorlarimiz bemalol supermarket holatda yoki o'qituvchi insonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlarimiz o'quv markazi sifatida foydalanishlari mumkin. Mana bu yerda ikkinchi katta zal, podvol qismi bor. Podvol qismi mana bu binoning yarim qismigacha podvol qismi hisoblanadi. Xohlasangiz buni dorixona sifatida ishlatishingiz mumkin. Mana tadbirkorlarimiz o'ziga bilishadi. Mana oilaviy poliklinika bir qadam. Mana shu yer kadastr hujjatlari bilan o'sha do'konni o'zini egasi nomida, o'sha uy joyi egasi nomida hujjatlari tayyor. Bu taraf bilasizlar Yuksal sho'xonasi bir qadam. Bo'lmas darvoza, mana sentralniy o'g'ildagi joy markaz. Turar joy, hovli yoki savdo majmuasi yoki dorixona sifatida foydalanishlari mumkin. Dorixona deb bekorga aytayotganimiz yo'q, chunki mana bu yerda bo'lmas oilaviy poliklinikasi bir qadam tayyor turibdi, yaqin. Xohlang o'quv markazi sifatida bu sentr joy bo'lgani uchun bu joydan unumli foydalansa bo'ladi. Mo'ljal bo'lmas darvozadan kiraverishda mana shu joy. Ikkita katta xonadan iborat majmua, oldi zelion zonalari bilan kadastr hujjatlari bo'lgan zona. Nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib telefonlashib olaverasizlar. Demak, nomerlarni pastda qoldirib ketamiz, bemalol o'zingizlar telefonlashib narxlarni kelishib olaverasizlar. Albatta, afzal o'ylaymizki, mana shu sentrdagi, markazdagi joy xalqimizda yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladigan bir chiroylikgina majmua sifatida qolib ketadigan umiddamiz. Shu o'rinda aytib ketaylik, bu agar kimdir 2 etaj sifatida yoki 3 etaj sifatida foydalanaman degan insonlar uchun bemalol foydalanish mumkin, chunki ustiga plita bosilgan 2 etaj qilib foydalanishga tayyor holatda bu buzib boshqadan mana tom qismini olib ko'tarsa bemalol bo'ladigan holatda tayyor qilingan. Juda qulayliklarga mos va xos holatda. Tezkor shoshilib bemalol aloqada telefonlashib narx-navosini kelishib savdo qilib olishlaringiz mumkin.